Mana ko'pchilik mana bizimki oiladagi qiyinchiliklarni men necha vaqt qat'iy insonni tinmagan mushkamkaychi mana bolalar ushaq ma 3 kun bo'ldi ma bolalar sovuq suv ichiyotdi qaynoq suvdan sovuq suv yeydigan narsa qolmadi man jangga patqa vaqtida mushi shipani tatdim amal yo'q men bo'lsam bir kundalik ishlab tepatgan odam meningmi ishlatgan pulni hisobatimni qilolmadim partiya hukumatning g'amxo'rligiga shunchalik rahmat aytaman canıqı pat qavaqtida mana mush shipini tartib yo'lmay amalim bo'lmadi mana ushaq bolalar mana 3 kun bo'ldi qaynoq suv ichyotdi ammo bu ishlarni bizlar klientlarni biladi men nima ammo qolgan biladi necha qatam kirgan narsalarda men pul yo'q ololmagan asli bilganki shuni tartib avatdim butun qo'lim qo'shillar 11 binodagi qo'lim qo'shillar mayli qaysi binoni bo'lsin Anda başka tushunib qolmanglar. Amalning yo'qidan mashina tatib avatdim. Endi yana bir degandan qolsa, mening amalim yo'q degatdim. Men tunligan shaharlarga aloqalashgan. 12345 bilan aloqalashdim. Aloqalashsak biz sizlarga tushiramiz, biz hamma tushiramiz degan. Ular meni javob ketdi. Endi men mushukni tatib yo'limay amalim yo'q. Favqulodda mush bolalarning ishini birasi qizib mush ochliqdan o'zulg yetishmay yetib qilish mumkin bo'lib qolsa uni qanday bo'ladi mushuni sizlar bir kadrlar ko'rsanglar mushani bir inkos qilsanglar uni 3 kun bo'ldi bolalar ishonmasanglar 11 bino 1-davin 3 uyga kirib uyni butun tintinglar uyda bir to'g'ram men birim chiqib qolsa men sizlarga o'z kelamagan bo'laman